هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. İsra suresi tefsiri 40. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağı İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 40. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Farishtalar Alloh taolaning qizlaridir deb gumon qiluvchilarga berilgan raddiya. Alloh taolo bu yerda farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb gumon qilgan, haqiqatni inkor qilgan mushriklarga raddiya berdi. Ular Alloh taolaning bandalari bo'lgan farishtalarni ayol deb qardi. Ondan ular farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb da'vo qildi. Ondan ular farishtalarga ibodat qildi. Ular mushu 3 ishning hammasida cho'ng xatolik o'tkazdi. Alloh taolo ularning bu qilmishlarini tanqidlab mundaq dedi: "Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zlarining qizlari qilib olganmi? Ya'ni gumoninglarcha o'ziga qizni tanlaganmidi?" Ondan Alloh taolo ularga texmi qattiq raddiya berib mundaq dedi: "Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ya'ni gumoninglarcha Alloh taolaning balasi bor deysizlar. Ondan o'zanglarning bo'lib kelishidan qochadigan, hatto terik ko'miyotadigan qizlarini Alloh taolaning balasi deb qaraysizlar. Undaqda bu adolatsizlik, undaqda bu adolatsiz taqsimotdir." Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ular Allohning balasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhisiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu sözün yamanlıqıdan osmonlar parçalanıp ketkili, yer yerilip ketkili, tağlar gumran bulup ketkili tas qaldı. Bu şunun üçün ki, ular Allah'ın balası bor deb da'vo qildi. Balası buluş Allah Taalaga layık emasdir. Osmonlarda ve ziminda Allah'a bende bulup boysunmaydigan hiç maxluq yo'qdir. Shak shubhisiz ki, Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mükemmel bildi. Kıyamet günü ularning hammasi Allah'ның dergahıga tenha kelidi. Ularni ibret olsun deb va'z nasihatni Qur'onda turli şekilde bayon qildik. Bunun bilan ular haqiqatdan texmi yiroqlashmoqda. Bunun bilan ular haqiqatdan texmi yiroqlashmoqda. Ularni Qur'ondagi hujjat pakitlar va va'z nasihatlardan ibrat ilib Alloh taologa keltirayotgan shirklaridan, qilayotgan zulmlaridan va bo'htonlaridan qaytsin deb biz Qur'onda tahdidlarni bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texmi yiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek, Allah bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Allah ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Allah pokdir. Ularning bo'hton so'zlaridan yuksak darajada olidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın mahluqatları işçidin
shirki bor deb gumon qilgan va o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirdi deb Alloh taolo qo'shib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga aytqin. Agar ish sizlar degandek bo'lsa va faraz qilganinglardek Alloh taologa yaqinlashtiradigan va Alloh taoloning oldida shafaat qila oladigan, Alloh taolo bilan birga ibodat qilinadigan ilohlar bo'lsa, albatta u ilohlar Alloh taologa ibodat qiladi. Alloh taologa yaqinlashadi ve Allah Teala'ga yaqinchilik qilish uchun yo'l va vositalarni izlaydi. Undaq bo'lgan ekan, sizlar xuddi sizlar ibodat qilgan ilohlar Alloh Teala'ga ibodat qilgandek ibodatni Alloh Teala'ga qilinglar. O'zinglar bilan Alloh Teala'ning orasida ilohiy vosita qilishinglarning hech qanday hojati yo'q. Çünkü Allah Teala undaq qilishinglarni yoqtirmaydi ve razı olmaydi. Allah Teala undaq qilishinglarni yomon ko'rdi ve qabul qilmaydi. Allah Teala bendilerini barliq payg'ambarlarning da'vati orqali mundaq qilishdan to'sdi. Ondan Allah Teala o'zini paklab mundaq dedi. Allah pakdir. Ularning bo'htan so'zlaridan yüksek derecede olidir. Yani Allah Teala Allah bilen başka ilahlar var deb qilgan gumonida haqsiz bo'lgan u mushriklarning chaplagan bo'htanlardan pakdir. Kattadır ve üstündür. Allah Teala bo'lsa birdir. Hamma onunğa muhtajdır. Allah balı tapqanmı emas, tug'ilganmi emas. Hiç bir mahlukat onunğa tengdaş bulalmaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 7 asman, zimin ve uladaki mahlukatlar Allah'ını pak deb bilidi. Kainatdaki qandaqliki narsa bo'lmasin, Allah'ını pak deb madhiylaydi, yani Allah'ның ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Allah hakikaten bendileriga halimdir, yani asilik qilganlarni jazolashga aldırab ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Hamma narsalarning Alloh taologa tasbih etadiganligi. 7 asman, zimin ve ulardaki mahlukatlar Allah taoloni mushriklarning degan so'zlaridan pak deb biladi. Onu ulug'laydi, kattilaydi. Onun Rablik ve ilahlık süptide bir ekenligiga guvohlik berdi. Bu vaqtda mundaq bir beyit var. Her nersede bardır onun alameti, bir ilahlık ulug' sübet karameti. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Bu sözünün yamanlıqıdan osmonlar parçalanıp ketkili, yer yerilip ketkili, tağlar gumron bulup ketkili tas kaldı. Bu şunun için ki ular Allah'ның balısı var deb da'vo qildi. Kainatdaki qandaqliki narsa bo'lmasin, Allah'ını pak deb madhiylaydi. Yani Allah'ның ulug'ligini so'zlaydi. Yani hamma mahlukatlar Allah Teala'nı madhiylash bilen Allah Teala'ga tasbih etdi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Yani ey insanlar, sizlar tilinglar boshqa bo'lganligi uchun ularning aytgan tasbihlerini tushunmaysizlar. Bularning ichiga canlıklar, cansızlar ve ösümlikler kirdi. Bu söz bo'lsa, bu ayetki berilgen iki xil göz qarashning meşhur raqıdır. İmam Buxari İbn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz yeyilayotgan tamoqning tasbih etganligini anglagan edik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Buxari İbn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi.
biz yeyilayotgan tamoqning tasbih etganligini anglagan edik. La ilaha illalloh. İmam Ahmed Muaz ibn Anas radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ulaqlarının qishida turgan bir turkum kishilarning qishiga kelib, sizlar ulaqlarga ular saq bo'lgan holatda mininglar. Ular saq bo'lgan holatda qo'yinglar. Yo'llarda va bozorlarda üstülərində o'ltirib paranglashishinglar uchun ularni o'rindiqdek qilib olmanglar. Ko'pligan miniladigan ulaqlar mingichi kishidan yaxshidir. Ko'pligan miniladigan ulaqlar mingichi kishidan yaxshidir va Alloh taoloni ko'p zikr qilg'uchidir dedi. Subhanalloh. Nasa'i Abdullah ibn Amr'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom paqini o'ltirishdan to'sdi. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Ya'ni Allah Taala osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmay, balki ularga muhlat beradi. Agar u kafirligida va tarsoligida davomlashaversa, Alloh Taala uni g'olib, qudratli holatda tutadi. İmam Buxoriy va Muslim bu vaqtda mundaq bir hadis rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom shak shubhisizki Alloh Taala zolimga muhlat berdi. Navoda Alloh Taala uni tutsa, uni qo'yib bermaydi deb ondan Alloh Taolaning tövendeki oyatlarini o'qidi. Rabbing zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ani shundoq halok qiladi. Allah'ның azabı hakikaten tolumu qattiqdir. Nurgun şehir ahalileri zalim turuqluq, ulağa men mühlet berdim. Ula bu mühletke mağrur bolup ketdi. Ondan yani ulağa uzak müddet mühlet bergininden keyin ulağını cezaladım. Ahir qaytıdığan joy mening dergahimdir. Yani ahiri hemmesi man kelidir. Nurgun şehir ahalileri zalim bolganlıkları üçün şehirnin öylerinin ögüzleri örülüp, üstüge tamları yıkılgan nurgun taşlandı kudukla ve igiz imaretle ahalisiz kalgan. Kimi ki özünün kafirliqidin ya ki asiliqidin kol üzüp, tövbe kılıp, Allah Taala tarafki qaysa, Allah Taala onun tövbesini kabul kılgıcıdır. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Kimi ki birer yamanlık ya ki özüge birer zulüm kılıp koyup, ondan Allah'tan mağfiret talep kılsa, o Allah'ın mağfiret kılgıcı nihayet mehriban ikenlikini gördü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Taala bu ayette mundaq dedi. Allah hakikaten bendilerge halimdir. Yani asilik kılgıcılarını cezalaşka aldırıp ketmeydi. Tevbe kılgıcılarını mağfiret kılgıcıdır. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah hakikaten osmanlarını ve zeminni kudreti ve güzel hikmeti bilen düşüp ketişten to'xtatib turdi. Eğer ular düşüp ketse, ularni hiç ahdi to'xtatib turolmaydi. Allah hakikaten halimdir, yani kuffarlar azap tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, yani payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi.
Bundaq bo'lishi ularning ziminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganliklaridandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgariki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lini kutadi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Alloh yo'lida hargiz yo'tkilishni, ya'ni azobga tegishlik bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yo'tkilishini ko'rmaysan. Ular ziminda sayr qilib, ulardan ilgarigilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'ladiganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchli edi. Osmonlardagi va zimindagi hech narsa Allohni ilojisiz qoldira olmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Allah ulardan hisob olishni muayyan vaqtgacha ta'xir qildi. Ulardan hisob olishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo berdi. Allah haqiqatan bandalarini ko'rib turuvchidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ahiretki işenmeydiğen müşriklarga Kur'an'ı okugan çığında ular bilen senin aranda yoşurun perde peyda kıldık. Kur'an'ı düşenmisin dep ularning dillerini perdeledik. Ularning kulaklarını iğir kıldık. Kur'an'da yalğız Rabbini tilga alsan ular ürküp keçip gidiyor. Müşriklarning dillarining perdelengenligi. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen müşriklarga Kur'an'ı okup bergen çığında ular bilen senin aranda yoşurun perde peyda kıldık deydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ular Peygamberge bizning dillarimiz sen bizni davet kılgan narsalardan perdelengen, kulaklarımız eğir, sen bilen bizning aramızda perde, yani dini cihette o'xshamaslik bor. Sen öz ishingni qil, bizmi haqiqatan öz ishimizni qilayli. Yani sen mi öz dining bilan bol, bizmi öz dinimiz bilan bo'layli deydi. Hafiz Abu Ya'la Mavsili Asma binti Abu Bakr radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tebbet suresi düşkende Alagay Ummu Cemil qo'lida taş ko'targunicha sana vay ayıplanguvchining qishig'i keldik, dinini tashladik, buyrug'iga osiylik qildik deb vaqirganicha keldi. Payg'ambar alayhisalom o'ltiratdi. Abu Bakr radiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning yonida o'ltirgan edi. Abu Bakr radiyallohu anhu bu xotin keldi, men uning seni ko'rib qilishdan qo'rqaman dedi. Payg'ambar alayhisalom u meni hargizmi ko'rolmaydi deb bir necha oyatni o'qib, shu oyatlar bilan o'zini saqladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu oyatlarning biri Allah Teala'nın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ahiretke işenmeydiğen müşriklarga Kur'an'ı okugan çığında ular bilen senin aranda yoşurun perde peyda kıldık degan ayetidir. U xotun Abu Bakır'ın qishig'i kelib to'xtadi. Payg'ambar alayhissalomni ko'midi. Abu Bakırga, ey Abu Bakır, hamrohing, Payg'ambar alayhissalomni demakchi, hamrohing meni so'kibdimish dedi. Abu Bakr radiyallohu anhu, yo'q, bu uyning, ya'ni Ka'baning Robbi bilan qasam qilamanki u seni so'kmadi dedi. Shuning bilan u xotun, Qurayshliklar mening Qurayshning kattasining qizi ekanligimni albatta biladi deginicha qaytib ketdi. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardildik, ularning quloqlarini ig'ir qildik. Bu
ularni Qur'onni ularga payda yetkazadigan va shuning bilan to'g'ri yo'l topadigan darajada tinglashdan to'sib qo'yadigan ig'irlikdir. Qur'onda yolg'iz Rabbingni tilga olsang, ya'ni sen Qur'onni o'qigan vaqtingda Alloh taolaning shirki yo'q, yolg'iz zot ekanligini ko'rsatadigan so'zni, ya'ni la ilaha illallohni tilga olsang, ular urkib qechib ketadi. La ilaha illalloh. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: yolg'iz Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xo'sh bo'lib ketadi. Qur'onda yolg'iz Rabbingni tilga olsang, ular urkib qechib ketadi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida musulmonlar la ilaha illalloh degan so'zni tilga olgan edi. Mushriklar bu so'zni inkor qildi. Bu musulmonlar ig'ir keldi. Bu so'zga iblis va uning askarlari urush ochdi. Lekin Alloh taolo bu so'zni ustun qildi. Bu so'zga yordam berdi va bu so'zni uningga qarshi turgan odamning ustidan g'alaba qildirdi. Sheksiz buning tarafdori bo'lib munoziralashgan odam g'alaba qiladigan, uni ustun qilish uchun urush qilgan odam yordamga erishadigan so'zdir. Bu faqat uloqliq bir kishi bir necha kunla mangsa kesib o'tib bo'ladigan arab yerim oraladagi musulmonlar bir anglabla tushunoladigan, shu uloqliq kishi zamonlargacha kezib bo'lolmaydigan, zamin ahli bir anglashdilar tushunolmaydigan ve ihra qilmaydigan so'zdir. La ilahe illalloh. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsirinden 46. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qetimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.